Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana yana bir mijozimizni eshik romlarini o'rnatib berdik. Hop, bu yerda tashqi fasadimizga, tashqi ko'rinishimizga 6 ta zolotoy rom 2 qavatli aynaklari bilan o'rnatdik. Yonida 2 qavatli eshigimizni ochib yopilishlari. Altex profillerimizdan zolotoy alyumin eshigimiz 1 qavatlik, romlarimiz 2 qavatli oynada. Romlarimizni ochib yopilishlari, tashi yodviy, ichi oq aynak. Zolotoy 30lik podagoniyalarimiz. Mana romimizni ochib yopilishi. Endi bu tomonida tashqi fasad bo'ldik. Endi ichki tarafimiz. Ichki ko'rinishi xuddi shunday, faqat oq Altex profillerimizdan bo'ldi. Bu yerga bitta eshik, 5 ta rom. Tashqi ko'rinishi 1 qavatli aynak. Hop, eshigimizni ochib yopilishi. Xuddi shunday 30lik podagoniyalarimiz oq. Hop, romimizni ochib yopilishi. Va 3 dona MDF eshigimizni ham o'rnatib berdik. Hop, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mikrofkasi mana. Hammomimiz eshigi. Quvvat va doim sizlar bilan bemalol murojaat qilaverasizlar.